Lidl qo'ylar kelgan 40 jun. Like-ni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa bundan-da zo'ri chiqadi. Taroziga kelishligimiz bo'ladi. Taroziga ham kelishaveramiz. Kelishsin. Alloh, obunachilar qo'chqorni qaranglar, qarang. Bunaqa noyoblaridan boqamiz degan akalarimiz uchun videoni jo'natib qo'yamiz. Maxsus bo'laveradi akalar, qarang. Mashalloh, barakasini bersin. Hammaga assalomu alaykum. Chorva olam kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun xudo xolasa hafta kuniga dushanba 15-sentyabr 2025-yil. Bu videomiz inshaalloh 16-sentyabr, ya'ni seshanba kuni internet tarmog'iga joylanadi. Buni oldin aytib qo'yishimiz kerak. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani shu mashhur arzonchilar opsionchilar yig'ilgan Saroy qishlog'iga Haybulla akaning qo'y fermalariga kelganmiz akalar. Videoni o'tkazilmasdan oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab, like-ni bosib tursa, hammani xonadonida shunaqa hisori qo'chqorlardan 500 ta mingta boqish hammaga nasib qilsin. O'ng tomonda obuna bo'lish tugmasini bosib, Chorva olam kanaliga obuna bo'lib turing. Biz sizlarga zo'rlaridan chiqarishda davom etaveramiz. Mana akalar, videoni yaqin do'stingizga, qarindoshingizga Telegram guruhlaridan jo'natib turing. Shu mashhur arzonchi Haybulla aka xonadonidan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haybulla aka. Assalomu alaykum obunachilar. Mana sizlar xonadonlar tinchmi? Xudo xolasa bugunga qo'y ko'p, 70-80 ta qo'yimiz bor Shodiyarbek. Xudo xolasa ertaga video chiqsa, ertalab tongdan xudo xolasa bitta haligi iltimosimiz bor. Ustiga kelib ko'rib olasiz, iloji bo'lsa. Agar uzoqdan, yo'q, men olaman, musofirdan, ya'nigindan olaman desa, metrlar o'lchab hammani qilib beramiz. Iloji bo'lsa, kelib ko'rib olsa, hammasi o'zlariga o'yin bo'ladi-da, qo'yamiz. Xudo xolasa, hozir naq qo'yamiz. Shodiyarbek. Xudo xolasa toshtarozi ham keladi. Menga toshtaroziga endi desak ham bo'laveradi, aslida ko'ngil tortmayapti. Shodiyarbek o'shanga kelishadi, holatiga ko'rib, hammani ko'zi ochiq hozir. Qo'y oluvchini ham, sotuvchini. Xudo xolasa qo'ylar toshtaroziga keladi, sifat, hamma tomonlama o'tkir, Lidl qo'ylar kelgan 40 jun. Like-ni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa bundan-da zo'ri chiqadi. Taroziga kelishligimiz bo'ladi. Taroziga ham kelishaveramiz. Kelishsin, ustiga kelishsin, kelishamiz. Ha, gap bo'lishi mumkin emas. Obunachilar mana taroziga ham, oyog'iga ham, hamma tomoniga kelishaveramiz narximizda Haybulla aka. Lekin qo'chqorni udari akalar bor. Bu videoni ishorang tarqatmasangiz bo'lmaydi ham, do'stlar qaranglar. Dahshat qo'chqorlar. Bugungi necha partiya bo'ladi aka? Bugungi 4 partiya xolos. Xo'p, bu birinchi partiyaning soni nechta endi aka buni? 30 dona. Bir pachka xolos. 30 ta. Shorganmi, yormaganmi aka bular? Shodiyarbek harakat. Shorishga endi harakat, ha? Maki Baydan bunday narsa bor, Shodiyarbek. Keyin 5 qo'l baravar emas-da. Vaqt xolasa qo'ydimda, bir qota qo'qoq qilib oldi. Mana qo'yman, mana qo'y, ancha farqi bor. Kilasini. O'shanga naf qo'yamiz. Optim bor. Tanlab olishda chirilib kelishadigan qo'ylar bor. Maki egasi ham menga o'zi tanlab olamasdan bermagan-da. Biz endi optimlar uchun kelishtirib holatiga qarab dunyo farq qilmaydi, lekin qo'ylarning ichi farqi bor, ko'proq. Nisbatan har bir videodan ko'ra nisbatan ko'proq. Shunday kelishamiz. Bir joyga olaman deganga chiroyli beramiz. Agar videoda bitta ikkita tanlashsam ham kelishamiz. Narxini mana qo'yamiz. Bitta qo'ya olsa ham xullas ish bitaveradi. Ish bitadi. Naki to'pqanim bor. Yaxshi yo'q. Ko'ringlar aka, hamma tomonidan qo'ldan kelgancha ko'rsatyapti. Kam ko'z aloqaga chiqarsa. Xo'p. 30 ta hali tushormagan. Yo'q, tushormagan. Necha oylik bular? 11-12 oylik ya. 11-12 oylik. Ana qo'yildi. Bu paketni oldi, tabiiyki. Qo'ydi qara. Voy, gap bo'ldi. Oldi. Buni tasvirlik. Tasvirlari ham bor. Endi 5 qo'l baravar emas, 30 dan terdik iloj boricha. 30 ta olamanlik. Qiziqqan odamga chiroyli qilib narxini hammasini yo'lida qo'yib beramiz. Bo'yi necha bo'ladi aka yerdan balandligi? Xo'p, bo'yi 85 minusga olishdi. Direktda minusi bor. Ochiq taraf qo'yish kerak. Xo'p, aka. Haybullajon, o'g'lim yoki aka qo'ydi, qiziqtirib qo'ydingiz. Ishoning, hammasini bir joyga olaman. Narxini kelishtirib aytsangiz degan akalarimizga. Bo'ldi, Shodiyarbek, alagida bayda endi bunday narsa beraman. Qiziqqan odam bor, hisob. Ustiga kelib ko'radimi, telefondan zakaz beradimi? Maslahat qilib olib olgan odam-da.
Aha. Qo'y qiynaladi borib kelguncha ham u qaytib emas u gap. O'shanda shadiyar men ham uni ozmuncha pulga olmaganman. Lekin sotaman, sotgan olganman. 5 million emas, 4 million 800 mingdan qiziqqanim. Yashang. Bir qator olim. Lekin tanlab olishga berilmaydi. 4 million 800 ming so'mdan 4 million 800 ming. 30tasini bir joyga olsangiz, xudo xolasa. Aybulla aka, Bari kuchli shadiyar. endi Ko'p chiqi yo'q. juda ko'p klientlarni tanishadi sizlar ko'p qo'y olishgan. Xudo xolasa. Aybulla ashuna yo'lni narxini sal yengilroq qilib bergan. Hammasini bir joyga olamiz. Aloqasiz o'tadigan joyimiz bormi aka? Bor, shadiyar. Necha pul o'tadi? Beraman. Bir joyga olishsa, uni nuqtani ro'ylaga qo'yda qiynamaylarga baqa haydab. Men yeb turgan narsa-da bu. Xudo xolasa qiziqqan odamga 4 million 600 mingdan beraman. 4 million Ozgina o'psin bo'ldi, ozgina hayrini qilib beraman. Ammo qo'yni kelib ko'rib olsa, yoqadigan qo'ylar. Belada pichi yo'q qo'ydi, terganman hammasini. Lekin 46 dan baland olgan qo'yim bor. Ochiq gapiraman, 46 dan baland olganman. Endi qo'yi o'siyoq gapiryapman. 4 million 600 mingdan ozna payda qiladi, bor baraka. Yashang. Mazaq. Sog' olasizlar. Otangizga rahmat. Mashq qo'ylarni bor, 4.46 o'zim ham bermagan mashq qo'ylarni. Mana. Akalar yaxshi narx bo'ldi. 4 million 600 mingdan xayri bor. Xayri bor. Yirik qo'zilar, mana o'zingizdan ko'ring. Simjun. Qo'sh qora qarang. Akalar. Yana beriladi. Birata hammasi yo'g'iga kelib bo'ladigan variant bo'ldi-yu. Aka, uni taroziga kelishadigan holatda aloqa qilsa, uni kelishasizmi, telefon qilsa? Kelishamiz. Ha? Kelishamiz. Taroziga qiziqqan odam mayli beramiz. Xo'p, mayli. Nima qilishdi? Mana. Vaqotingni ko'raylik akalar. Ehtiyot. Liderli ekan. Endi qarang, ichidan shuni 10 tani haydab chiqarib bering. Tanlamaymiz deb telefon qilsa, optim narxga ketaveradi. 46 dan beraveradi. Tanlab olsa-chi, 4 ta 5 ta. To'dar kelishamiz. Bitadimi axir aka? Bitadi. Bitta, ikkitalab, bitta, uchtalabga kelishamiz. Etipani 46 dan baland olgan qo'ylarim. Gap yo'q. Akalar, Lekin ochiq gapiray, buni bozordan olganman. Bozordan olib kelganman, qo'yni oldin olganman. Talash tortib oldin olib kelganman buni. Gap yo'q. Akalar aloqa chiqasizlar, G'aybulla akam chiroyli qilib buni ma'lumotini berib, yengil baraka qilib beradi. Xayrisi bordi, barakasi bor degan. Qo'shqo'lar lekin rosa ishqibozlikka boqadigan naslga va dahshat. 30 ta odamga 30 so'mdan hayron qilib beraman. Dastlabki qaygacha bo'ladi? Pasiyan sifat. Bir joyga Samarqand. Ketdi akalar, aloqaga chiqing. Lokatsiyamiz yaqin bo'lsa, tepasiga kelib ko'rib oling. Faqat videoni yaqinlarga do'stiga tarqatib qo'ying. Obunachilar, mana xudo xolasa tegingilariga yirik variantlar ishli bo'ladi, G'aybulla aka? Yirayirog'i u darajada emas-da. Lekin qo'lida farqi bor. Qo'lida ancha farqi bor akalar. Oyog'i uzun-uzunlardan ekan. Soni nechta G'aybulla aka buni? 14 ta. Ha, 14 ta. 14 ta. Bitta sifatli emas. Shiyorgami, yormaganmi aka bular? Shadiyar bular ham yaqin. Shiyorishga yaqin xudo xolasa. Bo'ylari necha yerdan balandligi? Bo'ylari 80 pilis. Bitta minisi bor buni ham. 80 pilis. 80 pilis minusga olsa olsa, bo'yi haligina. Oyoq qo'li uzun, mana shu yerda. Olib oldiga o'tingda. Birlik variant. Xalos yuragi yo'g'on qo'zg'aray. Buni ham kelishsa taroziga kelishilaveradimi? Kelishilaveradi. Shart bo'lishi mumkin. Kelishilar. Bizga sifat hisob bo'ldi. Nimaki tirishligimiz shundan, hadi. Mana buni qo'zg'ar ko'rsating. Limuzin ekan, limuzin. Yem yegan aka bular ham. Yemini yeb turaman, badani yaxshi qo'zg'ar. Xo'p, aka buni narxi nima deyapsiz endi xudo xolasa? Shu 46 dan berishsin, u veydachilasi yo'q. Ammo undan bo'ydorrog'i bu darajada emas. Deymizda endi, bo'pti, men kamini qilib beraman. Shunda nuqta uraman. Tochkasini ro'ylar haliga. Erkak kishimiz emas, kimdir narxiga qiziqib turadi. Albatta. Qo'yni bittada taniydi, shunaqa odamga 4,5 milliondan bor baraka. Mazaq qilasiz. 4,5 milliondan o'tib berasiz buni. 4,5 milliondan Shadiyarbek ozgina hayra bor, ko'p emas ama biz ham ola olmayapmiz. Xolos tortib olib. Xayrisi bordi, barakasi bor deydi obunachilar. Dastlabki qaygacha bo'ladi? Dastlabki bir joyga Toshkentgacha qilib beraman, Shadiyar buni. Ketdi. 16 tami? 14 dona. 14 ta akalar shiyorishga yaqin. Bo'ylari 80 plus minus yemini yeb turgan, ishonchli xudo xolasa. 5 ta ichida haydab chiqarib bering deysa-chi, 5 ta. Qanday men ketaveradi, u muammosi yo'q. Aha. O'zlar, qara qo'zlar ko'rsatsin. Mana obunachilar. Ko'ringlar. Barakasini bersin. Badan zo'r qo'zg'oldi. Qo'yishgan ketaveradi akalar.
Xo'p, akalar 4 million 500 ming so'mdan o'tadigan joyda bor. Shoshiling. Bitta qoldirmay olaman, 4,5 dan ozgina hayronaqa beraman, aka. Gap bo'lishi. Holatga qarab filiflar bo'ladi. Tanlab olishga obunachilar. Lokatsiya yaqin bo'lsa ertaga keling. Tepasida ko'rishib savdo qiling yetmaydi. Aloqaga chiqinglar akalar. Hurmatli do'stlar, xudo xohlasa mana keyingi partiyalarimizga ham birinchi chiqqan partiyadagilarni soni bir xil ekanligiga qaranglar, jonivorlarni. Ay bularga bular soni nechta endi? 20 dona, hozir. Bir pachka ekanligini. Yoptiramasa, o'g'liga kirmasa simjum bo'lib menga tan Aka, u birinchi partiyamda qanchalik raziyasi bor yoshligida? Yoshligida 2 oylikda 8-9 oylik qo'zg'ashadi. 9 oylik. Bo'ylaricha aka bular yerdan balandligi. 75 gacha deydi. 70 dan 75 gacha. Xudo xolasa 75 gacha ekan akalar. Bular ham yemini yeb turgan aka. Ha, yemini yeb turibdi, ko'rib turibdi. Nima buna bo'lmaydi aka. Xo'p aka, narxi nima deyapti bular? Ay bularga endi. Sizlar bu narxi yaxshi xudo xolasa. Yengil holatiga qaraganda sifatga o'tkir dabari qo'shiladi aka. Ayting, 20 tasini bir joyga olamiz degan akalarimizga. Odamni 44 dan ketishadi. 4 million 400. 4 million 400 ming. Yo'q qo'yib beradigan joyimiz bormi aka? Lekin bunday narsa bor, obunachilar narga julli chiqardi-ku, undan past. Bo'yi ham boshqasi ham, lekin sorti bo'lak. Bo'ldi, mana qiziq odamga qarab ushdan qo'yib beradi. Maza qilish. Xayrisi bordi, barakasi bor. Buni o'tib beramiz. Bunday qilamiz. Qiziq odam haydab olsa ham, masalan 10 ta, bir 10 ta olaman desa, ketaveradi. Aha. Lekin 20 ta olaman desa, chiroyli o'tib beramiz. Dasturga qayerga yetizamiz? Ular ko'rsating, sifat qarang. Inshaalloh gap bo'lishi mumkin emas. Faqat olib boqish kerak obunachilar, prostadan. Dasturga bir joyga oldi, yengani sanotimizcha ketdi. 20 dona. Gap bo'lishi mumkin akalar, lekin bora qo'shqonlar dahshat akalar. Shoshiling, videoni yaqinlarga jo'nating. 4 million 300 ming so'mdan 20 tasini bir joyga olaman, siz o'tib beradigan joylari bor. Imkon bo'lsa, lokatsiya yaqin bo'lsa, tepasiga keling. Tepasida yuzimiz ko'rish savdo qiyin yetmaydi. Telefon qilaversa, qolgan ma'lumot Aybul akamizga chiroyli qilib yetkazib, yengil baraka bozor, magazin emas. Sizlar mana xudo xolasa keyingi partiyamizga 4 dona ekan, tashqariga chiqarmadik, qochib ketib qolmasin deb. Xo'p, bular hammasi qo'shqo'rg'on Aybul aka xudo xolasa. Chiqarishadi, bu hali o'shalarni davomi. Prosta qarangda bayda. Holatiga qarab naq qo'yamiz-da. Qo'polga har doim aytaman, bir joyda naq qo'yamiz. Kelgan narsasi mana shu qo'ylar chiroyli ziyon qila olmas. Iloji yo'q. Biz bitta olamiz o'qtimga. Oxiriga xudo xolasa mana bir yengil qiziqqan odamga xudo xolasa pul arziydigan qo'yib, naq qo'ygan. Bu son 4 dona. Chiqqani mana shu bo'ldi maydaroq. Maydasini alohida qilib qo'yilgan obunachilar. To'rt bu ham bosh pulda ketadi yo'q. Biz olamiz, xudo xolasa masalan cho'pani bilmaydi, olsam olmash qo'y deydi. Biz xudo xolasa qo'ydi holatiga qarab naq qo'yib chiqarib sotamiz. Misol, mana shu ikkinchi paytda qo'shib soni 24 ta deb narxni qo'shib bersam bo'laveradi misol. Bir xil sorti bir xil, boshqasi bir 40 jun hammasi. Lekin unaqa qilmaymiz, chiroyli qilib narxini mana qo'yib beramiz. Yosh qanaqa bo'ladi? Yoshi shu 15 kun, bir oylar deydi, 8 oylar, 7 oylar. Bo'ylari 70. Bo'ylari 70. Ha bular yashang aka, xudo xola 4 tasini bir joyga olamiz, hech qanaqa beramiz aka. Bular qiziqqan odamga o'tib ketisi yo'q. Deymiz hayra bor 38 dan bor ekan. Mana. Shuni 8 dan o'tirgan joyda bor, ha? 800 mingdan chiroyli hayra bor. Dastlabki qaygacha bo'ladi aka? Dastlabki va'da bo'lib qilib beramiz. Soni 4 donada. Yo'q. Bahoga qilib bering deysa-chi. Kelishamiz uni, hammasidan iloji bor. Holatiga qarab kelishilgan holatda. Akalar, xudo xolasa bitmaydigan ishni o'zi yo'q, to'g'risi. Sizga yoqdimi? Lekin sorti bor narsa, oling. Endi hammaning imkoniyati har xil. Menga 4 milliondan pastroqda bo'lsa, lekin shu sorti boridan, zo'ridan olsam degan akalarimizga tavsiya qilib qo'yaveradi. Mana ko'ring, hamma tomonidan kamko'si bo'lsa telefon qilsangiz, Telegramda video syomka tashlab berishadi. Like'ni bosib, videoni yaqinlarga jo'natib, lokatsiya yaqin bo'lsa tepasiga kelib ko'ring. Xudo xolasa, bu akamiz xonadonida hammaning ishi bitgan, sizga ham bitadi. Kelaveringlar, xudo xolasa akalar. Bizni kuzatib boring, xudo xolasa keyingi yangi syomkada ko'rishguncha doim sog' bo'linglar, charchamanglar. Obunachilar, mana shu Chorva Olam kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, Arashan qo'zi qo'chqorlar toza hisorlarni zo'rlardan chiqadi. Mana kimdadir podpisatsiya, kimdadir obuna bo'ling tugmachasi bor. Shuni bitta bosib qo'yamiz.
bosib qo'yganimizdan keyin qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqchani ham bitta bosib qo'ysalaring, mayda hammasi degan knopkasi bor. Birinchidagisi. Birinchidagi все deganni bitta bosib qo'ysalaring, biz chiqarayotgan videolar birinchi bo'lib yetib boradi. Xudo xolasa yaxshi qo'zi qo'chqirlarni o'tkazib yormaysizlar. Yashang.